Demak, men yaxshi ayol olsam bo'ladi. İffetlik ayoldan to'y qilsam bo'ladi. İffetlik qiz olsam bo'ladi deganlar to'yimizda ko'pinchimiz bilmaydigan bir fojia bo'lib o'tibdi. To'y qilish yoshidagi o'g'il qizlarning eng ansiraydigani xato odam bilan to'y qilib qilish. Ya'ni bir o'g'il o'zi yaxshi ko'rmaydigan bir xo'yliq qiz bilan to'y qilib qilishni nihoyat ansiraydi. Shundaqla bir qizmi mas'uliyatsiz, zo'migar bir o'g'ilga yotliq bo'lib qilishdan bak ansiraydi. Bu sababdan to'y qilish yoshidagi o'g'il qizlar o'zining to'yini kechiktiradi. Amaliyotda loyiq tanlash inson hayotidagi eng qiyin va muhim bo'lgan bir tanlash. Chunki o'g'il qiz tanlagan vaqtida faqat o'zi uchun ayol tanlagan bo'lmaydi, balki kelgusi avlodlarning onasini tanlagan bo'ladi. Ya'ni bu bolalarning bir haqqi. Qizmi o'xshashla kelgusi avlodlarning bir otasini tanlagan bo'ladi. Shundaqla loyiq tanlash, qizga nisbatan o'g'il tanlash, o'g'ilga nisbatan qiz tanlash mangulik hamroh tanlashi. Chunki biz o'lgandan keyin jannatga kirishga Alloh taolo nasib qilsa, jannatgami, ya'ni mangulik hayotgami dunyodagi juftimiz bilan birga kiramiz. Alloh taolo Qur'on Karimda udkhulul jannata antum va azwajukum tuhbarun. Jannatga sizlar ayolinglar bilan birga xushal holda kiringlar deydi. Demak, jo'ri tanlash, ya'ni qizga nisbatan o'g'il tanlash, o'g'ilga nisbatan qiz tanlash bir mangulik hayot hamrohi tanlash. Undaqda qanday qilgan vaqtimizda bu mangulik hayot hamrohimizni yaxshi tanlay olamiz, to'g'ri tanlay olamiz. Nimani asos qilsak Alloh va uning payg'ambari rozi bo'ladigan shaklda islomiy oilamizni qura olamiz. Amaliyotda oila, turmush va qiz tanlash va yoki qizga nisbatan o'g'il tanlash oqibatini biz bilmaydigan g'ayb bir ish. Shuning uchun bu masalada Allohning tavfiqi, Allohning yordami intayin muhim. Bir qiz o'zi go'zal bo'lganlik uchun va yoki yaxshi o'g'illik uchun va yoki bir boyning qizi bo'lganlik uchun men cho'qim yaxshi o'g'ilga tegalayman, eng ilg'or yigitga yotliq bo'laman deb o'zining chiroyiga, pulusiga, o'qishiga ishonch qilib qilishdan qattiq saqlanish kerak. O'xshashli o'g'ilmi men degan boyning bolasi va yoki men o'qigan va yoki men kelishgan va yoki men biror kasbda utuq qozongan deb o'zining qilgan ishlariga tamanno qo'yishdan qat'iy saqlanish kerak. Chunki atrofimizda nurg'ulg'an go'zal qizlarning, nurg'ulg'an yaxshi o'qigan qizlarning yaxshi loyiqqa, yaxshi erga yotliq bo'lmaganligini ko'ryapmiz. Yana shuningdek nurg'ulg'an puldorlarning, kasbda utuq qozonganlarning yaxshi qizga erishamaganligini ko'ryapmiz. Demak, nikoh oqibatini biz bilmaydigan Allohning ilkidagi bir ish. Shuning uchun yaxshi loyiqqa erishish uchun bizning qiladigan birinchi ishimiz Allohdan tilash. La havla va la quvvata illa bik. Yaxshilikqa erishish faqat Allohning yordami bilan bo'ladi. Shuning uchun to'y qilish yoshidagi o'g'il qizlar o'ziga ishinib qolmasdan, sal qaramasdan Allohdan har namozlarda yaxshi juft tilash kerak. Ikkinchisi, ya'ni yaxshi hamrohga erishish uchun bizning qila oladigan ikkinchi ishimiz bo'lsa, o'zimizning durust bo'lishi. Bir qiz yaxshi bir erga yotliq bo'lishni niyat qiladi ekan, o'zi yaxshi bo'lishi kerak. Axloqli bir yigitga yotliq bo'lishni orzu qiladi ekan, o'zi axloqli bo'lishi kerak, o'zi iffatli bo'lishi kerak. O'g'il o'xshashla qanday qizni amriga erishishni xolasa, o'zi shundoq bo'lishi kerak. Alloh taolo Qur'on Karimda al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat. Yomon ayollar yomon erlarga loyiq. Yomon erlar yomon ayollarga loyiq. Wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Yaxshi ayollar pak erlarga loyiq. Yaxshi erlar yaxshi ayollarga loyiq deydi. Shundaqla Alloh taolo yana bir oyatda "May ya'mal su'an yujzabi." Qanday bir odam yomonlik qiladi ekan, uni bilan jazolanadi deydi. Demak, men yaxshi ayol olsam bo'ladi, iffatlik ayoldan to'y qilsam bo'ladi, iffatlik qiz olsam bo'ladi deganlar o'zini pokiz tutish kerak, o'zini iffatlik tutish kerak. Shunga ilgari olimlarimiz Fatimidek bir qizni izlagan odam o'zi Hazrati Alidek bo'lish kerak deydi. Shuning uchun to'y qilmoqchi bo'lgan o'g'il qizlar, sizlar yaxshi qiz izlab yoki qizlar yaxshi o'g'il izlab avara bo'lmanglar. O'zinglar yaxshi bo'linglar, u yaxshi o'g'il sizlarni topadi. O'g'illarmi sizlar yaxshi qiz izlab avara bo'lishni ilgari oldin o'zinglar yaxshi bo'linglar, u yaxshi qizlar sizlarni topadi. Ya'ni Alloh taolo sizlarni uchrashtiradi. Demak, yaxshi loyiqqa erishishning ikkinchi sharti bo'lsa, o'zimiz yaxshi bo'lish, o'zimiz durust bo'lish. Ya'ni qanday loyiq qolasak, o'zimiz shundoq bo'lish. Uchinchisi, ya'ni loyiq tanlashda biz qila oladigan, bizning qo'limizdan keladigan va shundaqla biz qilishga tegishli kerak bo'lgan ishlarning uchinchisi bo'lsa, diyonatni asos qilish. Mayli o'g'il bo'lsin, mayli qiz bo'lsin, diyonatlik bo'lishni birinchi shart qilish kerak. Diyonatlik bo'lish degan nima degan gap? Diyonatlik bo'lish degan axloqi go'zal bo'lish va Allohdan qo'rqadigan bir yurakka ega bo'lish degan. Chunki Allohdan qo'rqadigan bir bir qizga zulm qilmaydi. Allohdan qo'rqadigan ayol eriga xiyonat qilmaydi. Erini xotirjam qiladi. Allohdan qo'rqadigan oilasiga haromdan luqma akirmaydi. Allohdan qo'rqadigan ayol bolalarini Allohdan qo'rqadigan qilib tarbiyalaydi.
Shuning uchun payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom jamiyatdagi kishilar 4 ishni deb to'y qiladi. Ba'zi pulusini deb to'y qiladi, ba'zi chiroyini deb to'y qiladi, ba'zi nasibini deb to'y qiladi, ba'zi din deb to'y qiladi. Sen din deb to'y qilgan degan. Ya'ni dinni birinchi asos qilgan degan. Shuning uchun to'y qilmoqchi bo'lgan o'g'il qizlar diyonatni birinchi shart qilish kerak. Ya'ni u o'g'il diyonatlikmi, axloqi qanda, dinga bo'lgan muhabbati qanda, Allohdan qo'rqandi, buni alohida surishtirish kerak. Jamiyatimizda shunday bir odat borki, puldor fosiq birisi kelsa Allah hidayet qila deb uning qizni beradigan, ammo taqvodor kambag'alroq birisi kelsa ishi yo'qkan deb uni rad qiladigan. Allah hidayet qila degandek Allah boy qila demaydi. Amaliyotda hidayat qilgan Allah, rizq beradigan Allah shu. Shundaqla diyonatni shart qilish, diyonatni birinchi asos qilish islomiy oilada loyiq tanlashning birinchi sharti. To'rtinchisi, to'y qilmoqchi bo'lgan o'g'il qizlar o'xshash nishonga ega bo'lish. Bu intayin muhim. Biz ilgirki darslarimizda o'tgandek, turmush, to'y o'xshamagan ikki odamning bir mashinaga chiqishi deganlik. O'xshamagan ikki odamning bir mashinaga chiqqan vaqtida boradigan manzili, nishon o'xshamasa, ikkisi o'zi bilgan tarafga mashinani haydayman deb mashina oldiga mangmaydi va yoki mashinada o'ngsizlik va vaqalar chiqishi mumkin. Shuning uchun to'y qilmoqchi bo'lgan o'g'il qizlar qarish tarafning nishoni nima? Buni surishtirish kerak. Masalan, o'g'il tirishchan, kasbchan, tirishib bir narsa o'rganib, millat uchun Allohning yo'lida bir ish qilsam deydigan bir g'oyaga ega. Ammo qiz bo'lsa, faqat go'zal yashamlar bo'ldi, go'zal kiysamlar bo'ldi, go'zal yesamlar bo'ldi deydigan bu xil niyatdagi, bu xil g'oyadagi qiz bo'lib qolsa, bu o'g'il bilan bu qiz bir uyga kirib qolsa, ular aslo davom qilmaydi. Chunki birisi kasbchan, moda qo'g'lashmaydi, yashash qo'g'lashmaydi. Ammo qiz undaq nishondan asar yo'q, faqat yashashni o'ylaydigan bo'lib qolsa, bundaq oila uzunga davom qilmaydi. Shuning uchun to'y qilmoqchi bo'lgan o'g'il qizlar to'y qilishdan ilgari qarish tarafdan nishoningiz nima? Qandaqroq hayot yashashni orzu qilasiz? Nima ishlarni qilishni orzu qilasiz? degan bu savollarni so'rash orqali qarish tarafining nishoni, g'oyasi va hayotdagi maqsadni bir bilish kerak. Bu orqali mening nishonim asosiy jihatdan, cho'ng jihatdan o'xshaydi ekan desa, uni tanlasa bo'ladi. 5-inchisi, ya'ni loyiq tanlashda biz diqqat qilishga tegishli va ahamiyat berishga tegishli ishlarning 5-inchisi bo'lsa, qarish tarafining o'zimiz bilan hamtang bo'lishi. Ya'ni diniy jihatda, ilmiy jihatda, fikriy jihatda va iqtisodiy jihatda, ya'ni hamma jihatlarda hamtang bo'lishimiz nihoyat muhim. Hamtang bo'lishdan bo'lgan maqsad hamma jihatlarda 100% o'xshash bo'lish deganlik emas. Ya'ni o'g'il qanchalik o'qigan bo'lsa, qizmi shunchalik o'qigan bo'lishi kerak, qanchalik iqtisodi bo'lsa, shunchalik iqtisodi bo'lishi kerak deganlik emas. Ya'ni o'xshashlik qancha ko'p bo'lsa, shuncha yaxshi. Hamtanglik qancha ko'p bo'lsa, surkilish shuncha oz bo'ladi. O'xshamaslik qancha ko'p bo'lsa, ya'ni farq qancha ko'p bo'lsa, ya'ni ilmiy saviyada, fikriy jihatda farq qancha ko'p bo'lsa, surkilish shuncha ko'p bo'ladi. Shuning uchun to'y qilmoqchi bo'lgan o'g'il qizlar qarish tarafdagi o'zi bilan o'xshashlikni, hamtanglikni, oiladagi hamma jihatdagi hamtanglikka alohida ahamiyat berish kerak. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning hadisida "Takhayyaru linutfikum va ankihul akfa" sizlar bolalaringlarni tanlab o'ylanglar va hamtanglar bilan o'ylanglar deydi. Ya'ni to'y qildigan qizning yoki qizga nisbatan o'g'ilning hamtang bo'lishi turmushning sog'lom davom qilishi uchun nihoyat muhim. Va shundaqla bu payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning ko'rsatmasi. 6-inchisi tirishchanlik. Loyiq tanlagan vaqtimizda mayli o'g'il bo'lsin, mayli qiz bo'lsin, tirishchan bo'lish nihoyat muhim. Bo'libmi o'g'illarda nihoyat muhim. Bir o'g'il pulsiz bo'lsin mayli, lekin ho'rin bo'lmasin. Ho'rinni aslo jo'ra loyiq tanlamang. Tirishchan yigit cho'qim utuq qozonadi, cho'qim natija qozonadi. Qizmi tirishchan bo'lsa, bolalarini tarbiyalash va undan boshqa hamma ishlarda bilmagan narsalarni keyin o'rganib oladi. Ho'rin yigit bo'lsa, oilasiga ig'liq soladi. Oilasiga jafo soladi, ayoliga zulm qilib soladi. Shuning uchun loyiq tanlashda qarish tarafda tirishchanlik bormi, izlangimi, o'rinmi, bunga alohida diqqat qilish kerak. 7-inchisi go'zallik. Ya'ni bu qizlarga nisbatan qizlarning go'zal bo'lishi bu o'g'illar diqqat qilishga tegishli bo'lgan nuqtalarning birisi. To'g'ri, go'zallikda ichki go'zallik nihoyat muhim. Allohning e'tiboriga olganimi bu, lekin sirtqi go'zallikni e'tibordan saqit qilg'ili bo'lmaydi. Chunki har qanday bir o'g'ilning tabiatiga Alloh taolo go'zallikka intiladigan bir tabiatni qo'ygan. Agar biz ichki go'zalliklar muhim deb sirtqi go'zallikni e'tiborga olmasak, o'g'illarga zulm qilgan bo'lamiz. Shundaqla go'zallikni e'tiborga olish turmushning uzun davom qilishiga foydasi bor. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning qashiga bir sahoba kelib, o'zining to'y qilganligini aytdi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom uni ko'rdingmi deb so'radi. Haliq sahoba, "Yo'q, ko'rmadim ey Rasululloh" dedi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom, "Unzur ilayha fa innahu ahra ay yu'dama baynakuma." Uningga yaxshi qarag'in, uni ko'rganliking ikkinglarning o'tirishga turmushning davom qilishiga foydasi bor.
Shuning uchun to'y qilmoqchi bo'lgan o'g'il taqvolikni haddidan oshirib o'tib, ko'rmay oladigan bunday ishni qilmaslik kerak. Cho'qim ko'rish kerak, sinjilab qarish kerak. Ya'ni go'zallikni ma'lum miqdorda e'tiborga olish kerak. Ammo aslo va aslo tashqi go'zallikni to'y qilishda shart qilmaslik kerak, birinchi omil qilmaslik kerak. Ya'ni bir qizni go'zal bo'lganligi uchunla uni jo'r qilib tanlamaslik kerak. Chunki baxtli oila uchun faqat go'zallik bo'lsa yetarli emas. Ya'ni biz yuqorqi bosqichlardan o'tib bo'lgandan keyin o'zimiz ishonadigan, ish ko'rgan birisiga faloni ko'rdim, mojihatni mundaq ekan deb uningga maslahat solamiz. Bu odam biz ko'rmagan taraflarni ko'ra olishi mumkin. Uning maslahatini olgandan keyin eng oxirgi bosqich bo'lgan 8-bosqichga o'tamiz. Ya'ni istixora. Ya'ni Allohga maslahat solamiz, Allohdan maslahat so'raymiz. Buning uchun 2 rakat namoz o'qib, tahorat bilan uxlaymiz. Tushimizda o qiz bilan to'y qilib, va yoki o qiz bilan bir paraxutga chiqib, va yoki motor haydab, va yoki mashinaga chiqib tush ko'rmaymiz. Istixora solgandan keyin, ya'ni 2 rakat namoz o'qib, Allohdan tilab, ey Alloh, agar bu qiz va yoki bu o'g'il men uchun yaxshi bo'lsa, bu ishni menga nasib qilgin. Men uchun yaxshi bo'lmasa, ya'ni dunyo va oxiratim uchun yaxshi bo'lmasa, bu ishni menga nasib qilmagin deb Allohga butunlay topshirgan asosda Allohdan maslahat so'raymiz. Uningdan keyin bizning ko'nglimizda bu ishga nisbatan qizisa, qilg'imiz kelsa, qilsak bo'ladi. Agar ko'nglimiz tortmasa, undan voz kechsak bo'ladi. Ya'ni istixoraning alomati tushimizda biror ish bilan namoyon bo'lmaydi. Balki shu ishga nisbatan ko'nglimizning qizishi, ko'nglimizning tortishi va ishlarning birisi-birisiga udil kelishi, mos kelishi bu istixoraning yaxshi bo'lganligining bir alomati bo'ladi. Yuqorqi bosqichlardan o'tgandan keyin Allohga tavakkul qilib to'y qilishni niyat qilsangiz bo'ladi. Biz ilgirki darslarda buni necha qatim dedik. Esimizda bo'lishi kerak. To'y Allohning buyrug'i, payg'ambarimizning sunnati, ya'ni bir ibodat. Ibodat bo'lgan ekan, to'y nihoyat pokiz boshlanishi kerak. Uning gunoh aralashmasligi kerak. Afsus, bugungi kunimizdagi to'ylar gunoh bilan boshlanyapti. Eng afsuslanarli, bugungi kunimizga to'yda ajoyib fojialar bo'lyapti. Odatda bir gunoh ibodatga aralashtirilmay qilinsimi bir gunoh, ammo bir gunoh ibodatga aralashtirilsa. Masalan, bir odam namoz o'qib turib tamaki cheksa yoki namoz o'qib turib tillasa, boshqalarni haqorat qilsa, bu bir qabih bir gunohga aylanadi. Texmi ig'ir bo'lgani to'yimizda ko'pinchimiz bilmaydigan bir fojia bo'lib o'tibdi. Bu to'ydagi fojia qaysi va to'ydagi gunohlar qaysi? Gunoh o'tkazgan to'yga boramdiq. To'yda gunoh bo'lsa, u yerdan qo'pib ketamdiq yoki o'ltiramdiq. Vaqt kitobsa Alloh qiziqsanglar, diqqatinglar kelarki darsimizda bo'lsin.